Kitob o'qish nihoyatda yaxshi narsa. Birovni yomonlamaysiz, birovga havas qilasiz, vatanimizni gullab yashnashi uchun xizmat qilasiz. Etsa davlating samolanib, bitsa kuch qudrating, olamni zabt esa chiroy savlating, Allohga shukrdir bor bir fursating. Ustozlarimizni keyingi paytda internet tarmog'ida boshqalarda ko'rib kelib o'shanda ana zallarda o'tirib kitoblarni o'qib, hamma kitoblarni tanishib, rahmat mana shu kutubxonachilarga juda munosabat muomalasi yaxshi. Shular muomalasi eshitganimdan yuragim ko'tariladi. Shuni hadichalarda shunday odamlarni ko'rib, shunday insonlarni ko'rib, mavlam ketaman. Daryo, dengiz bu kutubxonalar berdi. Chunki o'sha kutubxonalarda she'riyat ham bor. Boringki, nasr ham bor, navo ham bor, madaniyat ham bor. O'qigan davrlaringizni, kitoblarni qanchalik sevganligingizni yetkaza oldilaringiz. Albatta bizni doim kutubxonada birlashtiradi. Yana bitta fikrni men doim baralla aytaman, kitob bizni doim birlashtiradi.